Videoda men Minecraftning klon versiyalarini o'ynab ko'raman. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, mana birinchi o'yinimizga kirib oldik. Bu o'yinning nomi Multicraft ekan. Men mana dardim. Sana deb 100 yilga qaridim. Bu bizdan so'rayapti, o'g'il bola bo'lasizmi yoki qiz bola deb. Biz kana shunaqa o'g'il bola bo'lamiz-da. Mana nihoyat bu negroid o'yinimizga kirib oldik. Endi bu narsalarni tekshirib, nimadirlar qilib ko'ramiz-da. Ledushi bu o'yinda nima qilsa bo'ladi do'stlar? Men bilmasdan dovdirab survival rejimiga qo'yib, endi nima qilamiz bu o'yinda? Endi bitta fikr keldi, shu qo'limizda narsalarni bir balo qilib, nimadirlar qilib tekshiramiz-da. Endi what the fuck, qanaqa qo'yilyapti bu blok? Tepaga qo'yamiz, pastga qo'yamiz, tepaga qo'yamiz, xullas tepaga qo'yib ketaveramiz. What the fuck, daraxtlarni bargiga chiqsa bo'lmaydigan, oddiy Minecraftda chiqsa bo'lardi. O'yinga men 10 dan 5 beraman. Sizlar mana keyingi o'yinga kirib oldik. Bu o'yinning nomi Minecraft ekan. Do'stlar, ikkinchi o'yinimizga kirib oldik. Hozir bu o'yinda tekshirib ko'ramiz. Okay, let's go. Do'stlar, mana o'yinimizga kirib oldik. Cho'ta grafika loyu. Mayli inventariga qarab ko'raylikchi bolalar. What the fuck, nima bo'lyapti? What the fuck, nimalar bor bu yerda? Olmos, kumush, nimadirlar, kitob, ender marvarid. Keyin nimalar bor yana? Nimasi bo'ladi? G'ishmi? What the fuck? Bu joyga kirib ketib qolib, endi g'isht qanaqa qilib topaman? Do'stlar, qanaqa o'yinga kirib oldim? Bu o'yinda reklama chiqib, ashnaqa qildi. What the fuck? Ender marvarid oldim, 3 ta ko'rinar ekan qo'lda. Normalniy. Cho'ta bu o'yin menga yoqmadi. Bu o'yinga men 10 dan 6 beraman. Mana do'stlar, 3-oxirgi o'yinimiz survival bir balo degan o'yinga kirib oldik. Xullas mana do'stlar, playerimiz tirildi. Xullas, kemadagilar to'xtanglar, qayoqqa ketyapsizlar? Men ham yetib olay, to'xtanglar bolalar, qayoqqa ketdinglar bolalar, to'xtanglar. Do'stlar, suvdan bu orolga chiqquncha meni sachlarim oqarib ketdi-ku. Do'stlar, mayli u gaplarni bu yoqqa qo'yib, inventarni tekshirishga o'tamiz. Nimalar bor ekan, nimalar yo'q ekan bu o'yinga. Undan nechta qo'yamiz? Qovoq, kadi. Andijonda bu qovoq bo'ladi, Xorazm taraflarda kadi bo'ladi. Ayni. Uy qurib oramizmi? Yo'q, uy qurguncha meni sachlarim to'kilib ketadi-ku. Ledushi bolalar, xullas men narsalarni qo'yib, yerga qo'yib tekshirib ko'ramiz. Xullas, bu taxta bilamiz, hamma biladi bu. Qovoq men yerga qo'yib ko'rish kerak. Qovoqda what the fuck chiroyli ekan. Oddiy Minecraftda 4 burchakda bu. What the fuck, nima qildim bolalar? Xullas, bu o'yinga men 10 dan 10 beraman. Menimcha bugun yetadi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Shu videoda 30 ta like qilsa, yangi video chiqadi. Do'stlar, men sizlarga Frost Us kanalini tavsiya etaman. U kanal silkasi kommentariyada bo'ladi.